Diqqat, disclaimer. Ushbu video kontent bizniki emas, ammo bizning maqsadimiz uni o'g'irlash yoki o'zimizniki qilib ko'rsatish emas. Biz shunchaki kontentni rivojlanishi uchun uni o'zbek tiliga tarjima qilyapmiz. Bizni avtorga hech qanday adovat muruvvatimiz yo'q. Shunchaki videoni mazza qilib tomosha qiling, like bosing, obuna bo'ling. Xullas, mazza qiling. Yo, bu Minecraft'dagi apokalipsis videosi qani ketdik. Birodar, nima hazillashyapsizmi? Men videoga bu bolalar uchun emas deb yozishim kerak edi. Yigitlar, qochdik! Birodar, bu kulguli-ku, bu yerda yashirinib bo'lmaydi. Biz tezroq bu yerni tark etishimiz kerak va o'ylaymanki, men buni qanday qilishni bilaman. Ha, bu deyarli ish berdi, lekin baribir ish berdi-ku. Ha, janob, bu aynan bizga kerak narsa. Apokalipsisda yashab qolish uchun bizga toza suv kerak. Ha, nima bo'ldi, Big J? Nimadir xatomi? O, seningcha suv ichishga yaroqli emasmi? O, men seni tushundim. Biz bu suvni tozaligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Yaxshi, kim suvdan biroz tatib ko'rishni xohlaydi? Yaxshi yigitlar, men sizlarni majburlamayman. Axir biz apokalipsisda yashab qolishimiz kerak. Ha, janob, Big J, to'g'ri, u suvdan biroz ichib ko'rsin. Birodar, o'zingni qanday his qilyapsan? Ya'ni o'zingni boshqacha yoki shunga o'xshash narsada his qilmayapsanmi? Yo, demakchi aytmoqchisanki, suv ichishga yaroqli. Qani keting, ha do'stlar, ichib oling. Yo'q, nega bunday qarayapsan? Nimadir qildingmi? Birodar, sen nima suvni toza deb adaganmiding? Yo'q, qocholmaysan, Big J boss. Birodar, sen rostdan ham bizni bu yo'l bilan adamoqchimiding? Sen buning uchun jazolanasan. Aha, ya'ni nima? Nima bo'lyapti? Yo'q, yigitlar, nimaga qarayapsiz? Bu xavotirlanadigan narsa emas-ku. Yo'q, bu nima? Seni nima zombi tishladimi? Ha, menimcha bu zaharlanishga o'xshab ko'rinyapti. Yo'q, birodar, qancha shetellarni tishlab chiqding. Sen juda shafqatsiz ravishda jazolanasan. Jenekson, bu yigit haqiqiy aqldan ozgan edi. Lekin nima bo'lganda ham shetellarni hali zombilar o'ldirmadi. Nima hazillashyapsizmi? Yaxshi, biz zombiga aylanishdan to'xtatadigan dorini topishimiz kerak. Bizga hech bo'lmasa birinchi tibbiy yordam qutisi kerak. Va mana bu inshootda uni topish ehtimoli baland. Xo'sh, bizning vaqtimiz oz va nima bo'lganda ham bu sizning ichingizdagi zombini uyg'otish uchun ajoyib imkoniyat. Xo'sh, hammamiz uchun bor kuchingiz bilan harakat qilasizlarmi? Yo'q, yigitlar, faqat yana emas, bu yerda xohlagan ishingizni qila olmaysiz. Lekin agar xohlasang bola qilishing mumkin. Mayli, biz Big J bilan borib o'sha qutini topib kelamiz. Siz esa mana shu yerdan jilmaysiz. Kelishdikmi? Yo'q, birodar, biz bunday qila olmaymiz. Biz vaqtni yo'qotyapmiz. Yo, nimanidir topdingmi, Big J? Yo, bu o'sha dori qutisimi? Xudoga shukr, qani ketdik. Voy, yo'q, zombilar allaqachon shu yerdami? Big J. Yo, u zombiga aylanishni boshladi. Bizda vaqt juda ham oz. Biz tezroq ziddi zahar tayyorlab unga tibbiy yordam ko'rsatishimiz kerak. Yo, bu yerda doktor bormi? Yoki o'zi umuman unga kim yordam bera oladi? Ha, janob, mana bu yigitga qara. Nima, biz uzoqroq turishimiz kerakmi? Uzoqroq ham uzoqroq tursa. Yo, bu rostdan ham ish berdi. Sen yashil rangga kira boshlabmisan? Bu dorini avtomatik ta'sirimi yoki birodar, unga nima berding o'zi? Sen yomon ish qilding. O'zi bu maxluqni qanday yaratding? Men buni shifoxonadan qaytayotganimda bizni zaharlanishdan himoyalaydi deb yaratgandim. Yo, yaxshi eshitilyapti. To'xta, nima, sen gapira olasanmi? Nimaga buni oldinroq aytmading? Boshim hech qachon bunchalar qattiq aylanmagandi. Mayli, nima bo'lganda ham siz orqaga qaytib zombiga qarshi ziddi zahar toping. Tushundim, biz Big J bilan keyinroq qaytib kelamiz. Yaxshi yigitlar, qarshimizda zombi trilla doktor, xullas, uni o'ldiring. Jenekson, bu reja vaqti. Qo'ysangchi. Yigitlar, hech bo'lmasa siz urinib ko'ring. Maxsus rejasi. Sen zo'rsan. Yaxshi birodar, keyingi xabarni ko'rsat. O'ylaymanki bu ish beryapti. Ishtoning xuddi olovdek.